Mamlakatimizda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda sportga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda tashkil etilgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida butun respublika bo'ylab turli sport turlari bo'yicha mahalla yoshlari o'rtasida musobaqalar izchil o'tkazilib kelinmoqda. Ular o'rtasida jismoniy faollikni rivojlantirish, sport orqali ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish va salohiyatli yoshlarni aniqlash muhim o'rin tutmoqda. Ana shunday musobaqalardan biri gandbol sport turi bo'yicha O'zbekiston mahallalari uyushmasi kubogining Toshkent shahar final bosqichi Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida bo'lib o'tdi. Mana hozir gandbol sport turidan qizlar o'rtasida ham musobaqalarimiz tashkil qilingan. Yoshlarimizni o'sha 5 tashabbus.uz platformamiz orqali juda ham gandbol sport turiga bu yil qiziqishlari yanada ko'proq bo'ldi. O'tgan yilga nisbatan bu yil ko'proq bo'ldi. Hamda shu qizlarimizning ham ko'plari o'z xohishlari bilan 5 tashabbus.uz platformamiz orqali arizalar topshirishgan hamda mana ishtirok etishmoqda. Musobaqada Toshkent shahrining barcha 12 ta tumanida o'tkazilgan saralash bosqichlarida g'olib chiqqan 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sportchilar ishtirok etishdi. Har bir jamoa o'z hududining faxrini himoya qilgan holda maydonga tushdi va g'alaba uchun bor kuch-g'ayratini ishga soldi. Yakuniy natijalarga ko'ra Yakkasaroy tumani jamoasi birinchi o'rinni egallashdi. Shuningdek, Shayxontohur tumani ikkinchi o'rin hamda Sergeli tumani 3-o'rinni qo'lga kiritishdi. Sovrindorlar medallar, esdalik sovg'alari hamda sport anjomlari bilan taqdirlandi. Kelgusida g'olib bo'lgan jamoalar respublika bosqichida Toshkent shahri sharafini himoya qilishadi.